Keşlik tamakni qandaq yesak o'riqlay olamiz do'stlar. Ba'zi o'quvchilar deydi, "Ma'lum men ishdan kechroq tushatdim, uyga bek kech qoldi ekanman, nima yeb yesam bo'ladi yoki yemay qo'yaymi, bek kech qoldim" deb. Yang yesingiz bo'ldi. Kechroq ishdan tushganga bir narsa yemang degan gap yo'q. Faqat siz qalaymaqan narsa yeyolmasangiz ham bo'ldi. O'lchamlik bir vaqt tamoq yesangiz, siz o soat nechida tamoq yesangiz yana o'xshash o'riqlab ketaverasiz. Kech tamoqni yemay deb kuchab ketmang juma. Endi tushda odatda xemirliq tamoqlarni, qo'rg'an tamoqlarni yeb qolamiz-ku. Shuningdek kechda oddiyroq tamoq yeyishni o'rganib qo'ying do'stlar. Masalan, o'zingiz yoqtiradigan xohlagan sayko'ktatdan o'zingiz qanchalik yeyolsangiz shunchalikni tayyorlang. Buning miqdori cheklanmaydi. Sayko'ktatni qancha yeysangiz bo'laveradi. Ya say salat qilib oddiyroq qilib qiling yoki bo'lmasa bir qaynoq suvdan bir o'tkazib yutibchi, bak qo'rib pishirib o'tmay, o'zingiz yoqtiradigan yeshil, qizil sayko'ktatlarni to'g'rab tayyor qo'ying. Onunğa ya yang yo'q, xunshu, qo'noq, kava degandek oddiy oshliqlarni ya kunchi ragoda qilamsiz, yoki suvda bir pishirib yutamsiz. Shu oddiyroq shuni tayyorlang. Onunğa bir go'sht, bir parcha go'sht va yoki to'qpachig'ini kunchi ragoda qilsangiz bo'ldi. Yoki bir tal tuxum bo'ldi. Shuni suvda pishirib olib, to'g'rab, tamsiz hamda buningda ya may yo'q, ya tuz yo'q. Buni nim qilsa bo'ldi desangiz, ammo o'zchininki ma'o yo'lsuvchisi bilan ma'o shalajansini tavsiya qilaman do'stlar. Ma'o maysiz hamda shekarsiz. Ma yoğurt sucuğunu qanchalik ishlatsangiz bo'ladi. Ammo mashallajoning ichida kunjut yig'i bor emasmi? Shuning uchun buni bakchiq shiltib etsak bo'lmaydi. Buni taxminan 1 qo'shiq, ma'nodan 4-5 qo'shiqning ikkisini aralashtirib, abay tayyorlab olgan sayko'ktat, tuxum, asos ashning to'piga to'kib bilan ilashtirib yesangiz, mushum shunda mazalik bo'ldi, ham tabiiy bo'ldi. Saylan jiqaroq o'rlashtirdingiz, baq qo'rivatindingiz, qavziyat topqanmaysiz. Ma ikkisi 26 qo'y do'stlar. Asrki ulanmaga isib qo'yma, bu xili vaqt yetidi uyga olib qo'ysangiz-chi, kirasaqsiz. Eng muhimi ma'noda boshqa ma'o maysiz hamda shekarsizda ma'nodan kunjut yig'i bor. Bu yaxshi yo'q-ku. Jix yovamsangiz ham ishdan bo'lmaydi. Asrki ulanmaga isib qo'ydim hamsa.